Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Demak, bugungi mavzuyimiz refleksiv verben, ya'ni o'zlik fe'llari. Boshqacha aytganda, die sich verben. Demak, o'zlik fe'llari deganda bu ega tomonidan bajarilgan ish harakatning to'ldiruvchiga o'tmay, uning o'ziga qaytishini ifodalaydi. Bugungi mavzuyimizda quyidagilar bilan tanishishimiz mumkin. Refleksiv fe'llarning akkuzativda hamda dativda qo'llanilishi, refleksiv olmoshlarining asosiy gap hamda ergash gapdagi o'rni, echte, ya'ni haqiqiy va unechte, ya'ni nohaqiqiy, ya'ni haqiqiy bo'lmagan refleksiv fe'llar haqida suhbatlashamiz hamda bir qator mashqlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Mavzuni yanada yaxshiroq tushunish uchun bir qator misollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, sich freuen, ya'ni xursand bo'lmoq fe'li. Der Junge freut sich sehr über sein Geschenk. Bola sovg'asidan xursand bo'ldi. Yoki sich interessieren. Ich interessiere mich für Fußball. Men futbolga qiziqaman. Mana shu yerda ham biz aynan egaga urg'u berilganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki sich beeilen. Ihr müsst euch jetzt beeilen, sonst kommt ihr zu spät zum Unterricht. Yoki sich bedanken. Sie bedanken sich beim Kellner für den schönen Abend. Ular ajoyib kechki ovqat uchun ofitsiantga minnatdorchilik bildirishdi. Ammo o'zlik olmoshlari kishilik olmoshlariga ko'ra albatta farqlanadi. Misol uchun ich uchun dativ refleksiv pronomen bunda mir. Akkuzativda esa mich. Du, dir, dich. Er, sie, is, sich, wer, uns, ihr, euch, sie, sich. Demak, ko'rib turganingizdek, o'zlik fe'llari ishtirok etgan gaplardagi o'zlik olmoshlari ba'zida dativda, ba'zida esa akkuzativda bo'ladi va buni darsimiz davomida yanada chuqurroq o'rganishimiz mumkin. Va mana shu refleksiv pronomen, ya'ni refleksiv olmoshlarini ko'rishingiz mumkin faqatgina ich hamda duda bir-biridan farq qiladi, qolgani esa dativda hamda akkuzativda bir xil. Shu sababli yodlash menimcha muammo emas. Endi esa bevosita darsimizning o'sha refleksiv olmoshlarining gap tarkibidagi o'rniga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak, ich verspäte mich zum Unterricht nie. Ya'ni bunda darak gap hamda sodda gap hisoblanadi, ya'ni bitta ega va bitta kesimdan iborat bo'lgan va mana shunaqa holatda bizda mich, ya'ni refleksiv olmoshning o'rni bevosita fe'ldan keyin hisoblanadi, ya'ni kesimdan so'ng, asosiy fe'ldan so'ng. While kabi turli xil bog'lovchilar ishtirok etgan gaplarda bilamizki, bunday gaplarda kesimimiz, ya'ni fe'limiz gapning eng oxiriga o'tadi va shu sababli sich, ya'ni refleksiv olmosh bunda egadan so'ng qo'yiladi. Misol uchun schwitzt, weil sich beeilt hat. U terga botdi, chunki u shoshildi kabi gap. Deshalb kabi bog'lovchilarda esa fe'limiz, asosiy kesimimiz bunda egadan oldinga o'tadi va bunday gaplarda sich, ya'ni refleksiv olmoshlarimiz bevosita egadan keyinga qo'yiladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, refleksiv fe'llar ishtirok etgan gaplarda faqatgina akkuzativda emas, balki dativda ham qo'llaniladi. Misol uchun misolga qaraydigan bo'lsak, ich rasiere mich. Tagida esa ich rasiere mir den Bart. Ya'ni bu qachon bo'ladi? Wenn es also noch ein zusätzliches, ya'ni direktes Akkusativobjekt gibt, dann steht das Reflexivpronomen im Dativ. Bu nima degani? Ya'ni qo'shimcha bo'lgan direkt akkusativ obyektimiz bor, to'ldiruvchimiz bor va mana shunaqa holatda refleksiv olmoshimiz dativda keladi. Misol uchun ich rasiere mich. Bunda olmoshimiz demak akkuzativda, negaki undan keyin direkt bo'lgan akkusativ obyektimiz yo'q. Keyingi gapda esa ich rasiere mir den Bart. Den Bart bunda o'sha soqol so'zi akkuzativda turganligi sababli bizdagi mich mirga o'zgaradi. Yana bir qator misollarni ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Misol uchun ich ziehe den Pullover aus. Akkuzativdami, dativdami? Demak, biz den Pullover, ya'ni direkt bo'lgan akkuzativ obyektni ko'rib turibmiz. Shu sababli ham bunda biz dativni qo'llaymiz. Ya'ni ich ziehe mir den Pullover aus yoki duscht jeden Morgen. Bunda hech qanaqa direkt bo'lgan akkuzativ obyekt yo'q. Shu sababli sich, ya'ni akkuzativni qo'llaymiz. Shu yerda videoni to'xtating. O'zingizni sinab ko'ring hamda izohlarda javoblaringizni yozing. Endi navbat haqiqiy refleksiv fe'llarga. Haqiqiy refleksiv fe'llar deganda bizga brauchen immer refleksiv pronomen, ya'ni refleksiv olmoshlar doimo kerak bo'ladi. Misol uchun ich freue mich über das schöne Wetter, ya'ni men ajoyib ob-havodan xursand bo'ldim. Yoki ich habe mich erkältet, men shamolladim. Ich konzentriere mich voll auf meine Arbeit. Men butunlay ishimga konsentratsiya qilganman. Shuningdek, haqiqiy bo'lmagan refleksiv fe'llar ham mavjud va bularni bir qator misollar orqali ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, haqiqiy bo'lmagan refleksiv fe'llar, ya'ni unechte refleksive Verben. Misol uchun ich
wasche mich. Bunda refleksiv, ya'ni men yuvindim. Lekin ich wasche mein Auto. Men mashinamni yuvdim. Bu refleksiv emas. Yoki der Friseur rasiert sich. Ya'ni sartarosh o'z soqolini oldi. Bunda refleksiv. Der Friseur rasiert den Kunden. Ya'ni sartarosh mijozlarning soqolini oldi. Bunda esa refleksiv emas. Yana bir misol. Matluba kleidet sich so lange an. Matluba judayam uzoq vaqt kiyindi, ya'ni o'zi kiyindi. Yoki Matluba kleidet ihre Schwester so lange an. Ya'ni Matluba o'z singlisini uzoq vaqt kiyintirdi. Shunday qilib refleksiv fe'llar, ya'ni haqiqiy bo'lmagan refleksiv fe'llar ham refleksiv olmoshlar bilan ham ularsiz qo'llanila oladi. Nemis tilida yana shunday fe'llar borki, ular refleksiv olmosh bilan qo'llanganda boshqa ma'noga ega bo'ladi, o'zi yolg'iz qo'llanganda boshqa ma'noga ega bo'ladi. Misol uchun sich umziehen, kiyim o'zgartirmoq, umziehen ko'chmoq. Zieht sich wechselt seine Kleidung. Yoki zieht von Berlin nach Hamburg Bunda die Wohnung wechseln. Ya'ni birinchisida kiyimni o'zgartirmoq, ikkinchisida esa uyini o'zgartirmoq, ya'ni ko'chmoq ma'nolarida qo'llanilgan. Yoki keyingi misolimiz sich versprechen hamda versprechen. Birinchisida o'sha noto'g'ri gapirmoq, ikkinchisida va'da bermoq kabi ma'nolarda qo'llaniladi. Misol uchun da habe ich mich versprochen, ich wollte Dienstag sagen. Men unda adashganman, men seshanba demoqchi edim, ya'ni einen Sprechfehler machen. Agarda fe'limiz refleksiv bo'lmasa, va'da bermoq ma'nosida keladi. Misol uchun ich verspreche dir, dass ich morgen pünktlich komme. Demak, mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollarni kommentariyalarda kutib qolamiz.